shu darajada ediki, birinchi samolyotga chiqqan paytimda juda ham bir nima deydi, sharbat ichkim kelgan va shu ingliz tilini bilmaganligim orqasidan faqatgina shu Afrikaga suv ichib ketishga majbur bo'lganman. Yana hozirgi paytda bir narsani aytmoqchiman. Insonni muvaffaqiyatga erishishi uchun qulay sharoit emas, balki boya Umidjon akam aytmoqchi, qalbidagi yonib turgan maqsadlari hamda o'sha maqsadlarga har doim davomiy harakatlardan iborat ekan. Eng katta kapital hozirgi paytda pul emas, balkim eng katta kapital bu moslashish qobiliyati bo'lib qoldi. Chunki hayot juda ham tez o'zgaryapti. Bugungi ishlatilgan instrumentlarimizni ertaga ishlatib bo'lmaydi. Kechagi ishlatgan instrumentlarimizni ishlab olmayapmiz. Shuning uchun ham hozirgi paytda puldan ham ko'ra qimmatli narsa bu moslashish qobiliyati. Ayniqsa hozirgi paytda jahon bozorida o'z o'rnimizni topishimiz uchun yana biznesda oldin ishlatilmagan instrumentlarni o'rganishga majbur bo'lyapmiz. Bulardan biri hammamiz uchun ma'lum bo'lgan til. Ya'ni mahalliy bozorda oldin biznes qilishda tilning ahamiyati unchalik bo'lmagan. Chunki hamma bir-birini tushungan, tanigan. Ikkinchi narsa hozirgi paytda marketing. Hozir yaxshi tovar ishlab chiqarishni o'zi yetarli bo'lmay qoldi. Odamlar sizni bilmasa, dunyo sizni tanimasa, siz yo'qsiz. Shuning uchun ham men hozir ijtimoiy tarmoqda endilikda faol bo'la boshladim. Qizig'i shundaki, aynan hozir shu sahnada, Germaniyada sahnasida turishimda ham mana shu ijtimoiy medianing roli juda katta. Yana bir narsani aytmoqchiman. Haqiqatan ham hozir O'zbekistonimizda tadbirkorlar uchun juda zo'r imkoniyatlar yaratilyapti. Ayniqsa yoshlar va ayollar uchun. Mana misol tariqasida men bugun bitta yaxshi xabarni eshitdim. Ayol tadbirkorlarni, ayniqsa migrant ayol tadbirkorlarini biznesini rivojlantirish doirasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan marketing yo'nalishida grant yutganimni xabarini berishdi. Bu grant men uchun oddiy grant emas yoki pul ko'rinishida ko'rmayapman. Mana shu qilayotgan harakatlarimni dunyo payqayotganini belgisi sifatida qarayapman. Shuning uchun ham hozirgi paytda yaxshi ish qilishni o'zi yetarli bo'lmay qoldi. İnsanlar siz haqingizda ham bilishi kerak ekan. Shuning uchun ham marketingga e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Keyingi narsa, biznesni biz ko'pincha mahsulot sifatida qaraymiz. Biznes bu ishonch. İnsanlar sizga ishonmasa, qanchalik siz magistraturalarni o'qib, PhD'lar qilgan bo'lmang yoki qanchalik bir zo'r bu Germaniyalarda ishlab kelgan bo'lmang yoki tovaringiz qanchalik bir organik zo'r bo'lmasin, insonlar sizga ishonmasa, sizning mahsulotingizni sotib olmaydi. Ishonch bu sifat, davomiylik hamda insoniylik fazilatlaridan iborat bo'ladi. Bu narsalarni insoniylik fazilatlari deganimizda birinchi o'rinda mana hozir yoshlarimiz tez pul topishga harakat qilishadi, lekin puldan ham oldin hozir qadriyatni yaratishimiz kerak degan xulosaga kelyapman. Chunki mana necha yildan, 20 yildan ortiq Afrikada ishlab kelgan bo'lsam va u yerda tarmoqli stomatologiyani yo'lga qo'ygan bo'lsam, bu O'zbekistonda ham xuddi shunaqa. Insonlar sizni nima qilganingizga qarab emas, balki sizni qanday insonligingizga qarab tovaringizni sotib olayotganini ko'ryapman. Shuning uchun qiymat yaratishimiz uchun, ya'ni qadriyat, men hozir odob qadriyatlari bor, shu bilan birgalikda milliy qadriyatlar bor, lekin biznes qadriyati bu jamiyatga insonni keltiradigan eng katta foydasi. Bu foyda esa odamlar o'zidagi bo'lgan ichki resurslaridan kelib chiqib beradi. Ichki resurslarga bu o'sha boya Umidjon aka aytganidek bilim, ishonch, intizom, davomiylik, insoniylik fazilatlaridan kelib chiqqan holda. Hozirgi paytda
men ham xuddi sizlar singari 20 yildan ortiq musofirchilikda ishlab kelgan ayol sifatida O'zbekistonda haqiqatdan ham tadbirkorlar uchun juda katta imkoniyatlar, ayniqsa yoshlarimiz uchun har xil mana aytganimdek grantlar yoki boshqa biznesni rivojlantirish uchun imkoniyatlar yaratilyapti. Ayniqsa prezidentimiz hurmatli Shavkat Mirziyoyevni ochiqlik siyosati tufayli hozir tadbirkorlarimiz nafaqat mahalliy bozorda, balki dunyo raqobatchilari bilan birgalikda ularga qarshi raqobat qilish to'g'risida o'ylashyapti. Bu narsa katta tarixiy burilish, katta davr deb bilaman va ishonamanki, mana shu davramizda o'tirganlarning orasida ham juda kuchli brend egalari chiqadi. Albatta bu narsa uchun katta matonat kerak deb o'ylayman. Har bir muvaffaqiyatni o'zini bahosi bor. Ya'ni bu yolg'izlik, seni tushunmaslik, yutqizishlar, lekin bu yutqizishlar faqat yiqilganda turmagan odamlargina yutqizadi deb o'ylayman. So'zim oxirida qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar hamisha harakatda bo'laylik. O'sha o'zbekona qadriyatlarimizni quchoqlagan holda kuchli tadbirkorlar bo'lishimizni tilab qolaman. Rahmat.